Yaqinroq kelib olasizlar. Qizlar hammaga hozir juda ham hayajondaman. Chunki men bu kunni ancha yil kutdim. Hech qachon Alloh so'ragan narsangizni hayotga Ishtonman, yig'lagim kelib ketyapti. Serios. Eslamay qo'ymas ekan. Ha, kelyapti уже. Allohdan so'radim va men bunga erishdim. Voy. O'ylab qarasam, Fabrik kompaniyasida 8 yildan beri ishlayman. Har doim o'y qilib olay, uyimni qilib olay, bolalarimga qilib olay debman-u. Ota-onamga, qaynona-qaynotamga hech narsa berolmayman. Onamizga shunaqa qilib berish. Shunaqa so'radim Xudodan, iloyim mana shu kunda ulguray. Mana shu kunga yetib berishga, mana shu kunga mana shu sovg'ani berishga ulguray deb shu tarzda harakat qildim. Allohdan so'radim, menga shu bugun shu narsani nasib qildi. Men bitta emas, ikkita emas. Shu kompaniyamizdan Rubin direktorligimni olgan bonusumga 5 ta insonga umra safarini olishga muvaffaq bo'ldim. Har senani balandroq chalasizlar. Umra safariga yo'llanma, onajonlarimiz. Onajonlarimiz esa nima bo'la olmasanglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostida onam, agar jannat yerda bo'lsa, ustida onam, agar jannat bo'lsa, jannatim onam, onajonlarimiz. Umringlar uzoq bo'lsin, duogo'ylarimiz. Ota-onamga, qaynonamga, opamga va o'zimga mana shu kompaniyadan Alloh meni shu darajada kuchli qildiki, shu darajada shu narsani xohladimki, Alloh menga qanaqa berib qo'yganini o'zim bilmay qoldim. Bir haftadan keyin ayamni tug'ilgan kunlari, yanvar oyida dadamni tug'ilgan kunlari niyat qilgan edim. Oilaviy umraga borishga, Xudo xohlasa, ro'za oyiga oilaviy umraga borishni niyat qildim. Har bittalaringizga, oilaga mana shunaqa manfaatlaringiz tegadigan, shunaqa kuchli qiz bo'lishlaringizni tilab qolaman. Juda ham hayajondaman. Xudo xohlasa, keyingi safargi tadbirimizda mana shu an'anamiz davom etsin. Keyingi tadbirimizda direktorlarimiz hammasi onalariga umra safarlarini taqdirlash, berish nasib qilsin. Kompaniyada qizlar puli shu darajada ko'pki, даже tasavvuringizga sig'dira olmaysiz. Hammalaringizga katta rahmat aytaman. Bu yerda o'tirgan har bitta insonni umra safarini olishga menga hissasi qo'shgan. Har bittalaringizga savob yog'iladi va har bittalaringizga shunaqa tilaklar, shunaqa yaxshi niyatlar tilab qolaman. Hammalaringizga omad. Qarshi bo'lsin mehmonlarimiz.